Oysha onamiz aytibdilar, Sa'd ibn Uboda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi ayollarnikida bo'lsa-da, o'sha ayollarnikiga ovqat jo'natardi bir tovoqda, deyaptilar. O'sha bilan to'y bo'ldi. Agar hozir shunaqa narsa bo'lsa-mi, munofiq va munofiqalarda chakaga o'chmay ketadi-da. Ya'ni bu endi nima? O'zi birov bergan sadaqa bilan yashab yurgan odam. Bu sadaqa bilan yashab xotin ko'paytirishga barobarmi? Uyolmaydimi? Ana shunaqangi ta'na malomatlar og'zidan ko'pirib ketaveradi. Bittasini iplab olsin-da degan gap bor hozirgi zamonda. Bu ham shu moda gaplardan, trenddagi. U iplab olsin degan gapda bir chek-chegarasi bormi? Bu odam zoti qornidan tuproqdan boshqa narsa to'ydirmaydi. Bu sen nazingdagi iplab olishga qaralsa hech qachon uylanilmasligi kerak. Bu to'ymaydi hech qachon. Xotin zoti ham, erkak zoti ham, odam zoti to'ymaydi. Iplab olsin. Qanaqa bo'ladi iplab olish? Aytchi uni ta'rifini. Bir erkak uylansa, kambag'al bir erkak. Bu o'zini eri ham uylanib qo'yishdan yuragi yorilib ketadi-da, keyin ana shu xotinlarda fitnalarni ko'rasiz. Bu o'zi nima ish qiladi? Hech ish qilmaydi. Tolbilimga qayerdan pul kelyapti? Kimlarning puliga uylanib yuribdi bu? Xotin ko'paytirib yotibdi degan g'iybat, fitna, fasodlar. Sen javob berasanmi shuni? Yegan puli, ichgan puliga? Yo'q, bo'ldi, o'zingni bil. Bismillahirrohmanirrohim. Keyin Oysha onamiz aytadilar, biz Madinaga keldik, ya'ni Rasululloh sollallohu alayhi vasallam savdo onamiz bilan yashaganlar. Oysha onamiz bilan esa yashamaganlar Makkada. Yosh edilar chunki Oysha onamiz. Keyinchalik Madinaga keldik dedilar. Keyin Banu Haris ibn Hazrajga tushdik. Ya'ni o'sha qabilaning nomi bu. Sunuh degan joyda, Sunuh Madinaning atrofidagi joyning nomi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam kelib bizning uyimizga kirdilar. Keyin meni onam oldimga keldi. Men arg'imchoq uchayotgandim. Ikkita shoxani orasiga bog'lab olib deyaptilar. Yani yosh qizda endi Oysha onamiz baribir 9 yosh bo'lganlar. O'ynab yuribdilar ya'ni arg'imchoq uchib. Meni onam arg'imchoqdan tushirdi. Meni sochim bor edi ozgina. Sochimni yoydi. Ya'ni jummayma degani ozgina soch degani. Yelkiga ham yetmaydigan miqdordagi sochni jummayma deyiladi. Sochlarini tarayapti-da, xullas kelinchak qilib tayyorlayaptilar Oysha onamiz onalari. Va yuzimni ozroq suv bilan siladilar. Mana kelinchakning makiyaji bo'ldi, qarang. Eng baxtli ayol bu dunyodagi Oysha onamiz, bu eng Sayyid Adam Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turmushga chiqishlari mana shunaqangi sodda uslubda bo'lgan. Hozir endi sandiq bo'yanchiq, yasanchiq, atrupa Yevropadan keltirilgan, u yoqdan olib kelingan. Shuni deb janjal, sarpo qilding, sarpo qilmading. Baxt bo'ladi shunaqa hayotda keyin. Bir hovuch suvni olyapti-da, shuni yuzini silab qo'yapti, bo'ldi, qarang. Sochini tarab qo'yapti, o'ynab yurgan qizni bo'ldi. So'ngra meni olib keldi. Qani orzu-havaslar ayting. Hozir odamlar qarang, kelin olib kelishing bo'ldimi, shunday bo'ladimi deydi. O 20 ta mashinada limuzinda olib kelish kerak ekan, pap qilib, gulchambarlar qo'yib limuzinning ustiga gullar bilan bezab olib, har xil orzu-havaslar, shaharlar. Odam yashaydi uylangandan keyin. Bu orzu-havas o'tib ketadi. Orzu-havas bilan ham, orzu-havassiz ham o'tadi u to'y. Lekin keyin nima bo'ladi? Dunyoda ham, oxiratda ham. Endi izalam tastahifasna mashita degandek, uyalmasang bilganingni qil deydi-ku. Odamlar hozir orzu-havasni ham reklama qiladi. Undan keyingi musibatini ham hamma yoq olamga jar soladi. Shu odamlar uchun yashaydigan bo'lib qolgandan keyin mana shunaqa bo'ladi. Odamlar uchun to'y qiladi, sen uylanyapsan, sen erga tegyapsan, odamlar emas. Keyin boshqa bir balo kelsa ham hamma yoqqa chiqib bir-birini sharmanda qiladi. Butun elga doston qilib, xuddiki xursandligini doston qilgandek, ana shunaqa xafaligini ham butun elga doston qiladi. Oysha onamiz aytdilar, onam meni itilib keldilar. Meni eshikda oldida turg'izdilar. Men bir pas nafasimni rostlab olishlik uchun yutirib olib kelganlar-da. Oysha onamiz hovliqib hansirab kirmasin deb endi eshik oldida turg'izib bir pas nafasini rostlatyapti. Meni olib kirdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam surida o'tirgan ekanlar uyimizda. Oldilarida erkaklar, ayollar, ansorlardan iborat. Endi kimdir aytishi mumkin, mana bo'lar ekan mana to'yda shunaqa erkak ayol bir-biriga qarab o'tirsa. Bu aytdik, Madinaga ilk kelingan vaqtlar hali hijob oyatlari tushmagan. Hijob oyatlari chunki Xandaq g'azoti hijriy 5-yillardan keyin tushgan, Rasululloh Zaynab onamizga uylangandan keyin. Bunda hali yo'q hijob. Shuning uchun hamma o'zimizdagi haligi o'sha johilona to'ylardagidek bir-biriga qarab o'tiribdi, erkaklar ham, ayollar ham. Va meni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oldiga o'tkazib qo'ydi. Onam dedilar. Keyin yo'qol o'tkazib qo'yishdi-da. Endi bir oyatda oldiga o'tkazib qo'ydi deb kelibdi, boshqa oyatda fi hujra, bir hujraga o'tkazib qo'ydi meni deb kelgan. Zarar yo'q. So'ngra aytdilarki, mana ahlingiz dedilar. Barakallohu laki fihim va barakalahum fiki. Alloh sizga ularda baraka bersin va ularga sizda baraka bersin.
Yani kelin kuyovni qilinadigan duo. Shunday deb erkaklar ham ayollar ham turib chiqib ketishdi. Bo'ldi, to'y mana shu qarang. O'tirib kelinni yoki kuyovni tomosha qilib o'tirishmagan. O'sha johiliyat qanday? Ya'ni hali hijob oyatlari tushmagan bo'lsa ham. Ko'ryapsizmi bularda qanaqangi bir odob, andisha bo'lgan. Shunday kelinni olib kelib, olib borib shunday Rasulullohga tutqizishyapti-da, mana ahlingiz yaxshi qoling, turib chiqib ketishyapti, bo'ldi. Hozircha endi bir shunaqangi bir ahmoqliklar bor odamlarda ko'rib odam ajablanadi. Ayollar ayniqsa shunaqangi bidat xurofotlarni qilib, irim-sirimlar uni olib kel, buni olib kel, chaqaloq olib kel, aylantir, sham olib kel, aylantir, gulxanni olib kel, aylantir, oyoq bostir, chimildiqqa olib kir, ko'tar, tushir. Bir dunyo irim-sirimlar o'zlarini odamlar qiynab tashlagan. Kuyov bo'la kelsa, qizni bermayman, shuncha pul berasan deb turib olgan. Bu yoqda keyin kuyovni belbog'ini ahmoqlarcha erkaklar talashgan, kelin otgan gulni bu yoqda qizlar talashgan, bir dunyo ahmoqlar. Endi undan ham oshib tushgan ba'zilar o'tirib olib keyin poylaydi. Keyin kuyovni ko'rpantagiga kirgizib olib, qani nima bo'lar ekan deb qiy-chuv, baqir-chaqir kuzatishib, poylashib hech bir qo'ya qolmaydi-da haliga. Kelin bilan kuyovni bir-biriga bo'lgani, yolg'iz qolgani qo'ya qolmaydi. Nima qilyapsizlar deb kirib kelaveradi. Ha, 5 daqiqada. Nima qiladi? Bilasan nima qilayotganini. Ana shunday deb turib ketishdi duoni qilib hamma. Qarang, Oysha onamiz aytibdilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam menga oila bino qildilar deyaptilar uyimizda. Ma nuhirat alayya jazurun va la zubihat alayya shatun. Menga na tuya so'ydilar, na bir qo'y so'ydilar deyaptilar. Ya'ni hech qanaqa tuya so'yish, qo'y so'yish, to'y tantana bo'lgani yo'q. Duo. Shu urf-odat haligacha arablarda saqlanib qolgan. Ya'ni o'zlari mayli oilada o'tirib bir keyin tomon, kuyov tomon o'tirib bir ba'zim jamshid qilishar, lekin el yurtga osh berganda, to'y qilganda arablarda to'y mana shunaqa kamtarona o'tadi. Bir masjidda nikohda o'qitilinadi-da. Bir sok olib kelinadi, xurmo olib kelinadi, hammaga tarqatilinadi, bo'ldi. Qand qurs shunga o'xshagan narsalar tarqatilinadi odamlarga, bo'ldi. Mana shu to'y. Butun el yurtga qozon ovqat berilmaydi. Bu bizdagi odamlar mana shunaqa. Qo'y o'shancha xarajatni shu kelin kuyovni o'zi ishlatsin. Yo'q. Butun el yurtga riyokorlik qilib mana shunaqangi 7 mahallaga osh beramiz, 7 kun to'y qilamiz deydi-da. Hali kelin to'y, hali kuyov to'y. Undan keyin ikki qo'lini burniga tiqib o'tiradi. Endi nima qilamiz? Keyin ketadi kuyov bola ertasi kuniga Rossiyaga ishlagan. Qarzlar uzish kerak deydi. Yoki bir yigit uylanaman desa, bir qiz erga tegaman desa, mana shu narsani ko'ndalang qiladi ota-onalar bilan oldiga. To'y qilish osonmi hozir? Avval uni qilib qo'y, avval buni qilib qo'y deydi. Keyin haromni qilib yuraveradi ular ham. Na to'y so'ydilar deyapti, mana qarang, na qo'y so'ydilar. Mana bundan chiqadiki, to'yda qo'y so'yish ham shart emas aslida. Kimdir masalan haligi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Abdurrahmon Avfga aytgan so'zini hujjat qildi-da, avlim wala bishat. Bitta qo'y so'yib bo'lsa ham to'y qil deganlar-ku. Shuni olib ba'zilar mana eng kamida qo'y so'yish kerak. Yo'q. Rasululloh ham qo'y so'ymaganlar. Abdurrahmon Avf boy inson bo'lganlar. O'sha mahrda ham aytgan, u navat miqdoricha tilla berdim, kattagina bir tilla bergan bo'lgan. Boyligi uchun sen bir to'y qilmaydi deganlar. Bu har qanday odam ham shunaqa to'y qilganda qo'y so'yish kerak ekan degani emas bu. Boyligi uchun qo'y so'y deganlar ya'ni. Xo'p, nima bo'lgan endi to'yda hech narsa yeyilmaganmi deyishingiz mumkin. Mana Oysha onamiz aytibdilar, bizga Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu bir tovuqda ovqat jo'natdi. Uni Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga doim jo'natardi o'zi. Ayollariga aylansalar. O'shani jo'natdi bo'ldi deganlar. Ya'ni Sa'd ibn Uboda radhiyallohu anhu ansorlardan kishi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Madinaga hijrat qilib kelganlaridan keyin Rasulullohga ovqat jo'natib turganlar bir tovoqda. Uni keyin ham jo'natganlar deyaptilar Oysha onamiz. Keyin ham doim Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi ayollarnikida bo'lsalar, o'sha ayollarniki dalillarida Rasulullohga ovqat jo'natardi Sa'd. O'sha ovqatni jo'natdi bo'ldi deganlar. Bir tovoq ovqat doimiy. Odatiy ovqat ya'ni. Shu eng yaxshi nikoh bo'ldimi? Xoyrun nikoh, aysarunna ma'unatan. Nikohning eng yaxshisi tashvishi kami deyilgan shuning uchun. Hozirgilar yoki Oysha onamizdan afzalmi? Qizlar yoki Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan afzalmi kuyovlar? O'zlaricha bir dunyo shartlar, orzu-havaslar chiqarib olishgan. Bu qizg'anchiqlikdan emas. Hatto bugun davlat chora ko'ryapti-ku. Tantana, dabdaba kerak emas to'ylarda deb. Foydali narsaga ishlatish kerak o'sha xarajatlarni. Qiyinlashtirmaslik kerak. Bu sen tantanangni deb shunaqa qilaman deb keyin boshqalar ham shunaqa qiladi-da, qiyinlashib ketaveradi borgan sari hayot. Yassiru va la tu'assiru. Yengillatinglar, qiyinlashtirmanglar deyilgan-ku. Dinda ham, hammasi hayotda ham.
Oysha onamiz aytadilar, "Va ana yawmaydin ibnatu sab'i sinin." Men o'sha paytlarda 7 yosh edim deydilar. Endi 7 yosh deb kelibdi. Ibn Hajar rahimahulloh Fathul Bori kitobida aytganlar, sahihi 9 yosh. Mana shu to'g'ri. Buxoriyda va boshqa rivoyatlarda mana shunaqa kelgan. Arablarda oyni, yilni o'lchash unaqangi darajada ahamiyatli narsa bo'lmaganda o'zi. Shuning uchun bu narsalarda farq bor rivoyatlarda 9, 7 deb kelyapti. Rojihi to'g'risi, ya'ni 9 yosh bo'lganlar. Yoki ba'zilar masalan shamsiy oylar bilan, ba'zilar qamariy oylar bilan hisoblaydi. Ba'zilar kasrda ilg'o qilib boradi. Kasrda ilg'o qilish degani shu siniq sonlarni, masalan oylar, boshqa narsalarni hisoblamay 1-2 yilda kam yoki 1-2 yilda ko'p qilib gapiradi. Endi mana shundan keyin Savdo onamiz kunlarni Oysha onamizga berib o'rganlar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam u kishini taloq qilmoqchi bo'layotganlarini sezganlarda, "Taloq qilmang meni, mayli. Men sizni xotiningiz bo'lib qolay dunyo oxiratda. Men kunimni Oyshaga berdim" deganlar. Oysha onamiz bilan Rasululloh 2 kun boshqa ayollar bilan bir kundan yashaganlar. Savdo onamiz oldiga bormaganlar. Borsalar ham ya'ni bir alohida kun tarzida emas, vaqti-vaqtida borib turganlar. Endi buni aytishimdan sabab bu narsa ayb emas. Xiyonat emas. Insonda xohish degan narsa bor. Shuning uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytganlar. Allohumma hada qasmi fi mamlik va la tu'akhidni fi ma tamlik. Allohim, men o'zim qo'lim molik bo'lgan narsadagi taqsimim mana shu. Men molik bo'lmagan narsada, o'zing molik bo'lgan narsada meni javobgar qilma deganlar. Ya'ni masalan erkak kishi bir shahvatimi, qalbimi bir ayolni xohlasa, birini xohlamasa, nima qilish kerak endi? Ayolga ixtiyor beradi. Men nima qilay? Shunaqa endi. Shunday bo'lyapti. Nima qilay? Bu ayolni yomon ayol degani emas bu masalan, yoki uni endi ishi bitdimi deydi ba'zida, bo'ldimi deydi. Nima qilish kerak endi? Ko'ngli bo'lmayapti. Ayolga aytadi, shunday holatga sabr qilsang mana shu hayot deydi. Yaxshi tushuntiradi. Bo'lmasa ixtiyoring o'zingda deydi. Ayol ham qarash kerak. Shuncha yillik er-xotinlikmi sabr qilib yashasa, inshaalloh Alloh zoyi qilmaydi dunyo oxiratda ham ajrini. Kibr qilsa, men senga kimman deb mahrum bo'ladi erkagidan. Keyin nima bo'ladi? Baribir yana kimgadir 2-3 xotin bo'lib tegadi. U ham bir hafta deb zo'ragan deb yashaydi, keyin u ham shunaqa qiladi baribir. Erkak zoti shu. Shuning uchun shoshilmaslik kerak bunaqa paytlarda qaror qabul qilishga. Endi kimdir aytadi-da, masalan, bizda qarasak, nimadagi hayotda bir johiliyat hayotidagi odamlarda. Mana shu narsa yo'q. Ya'ni bir erkak xotin olgandan bo'lib o'ladi o'sha xotin bilan odatda, ya'ni. Johillarda hayot shunaqa. Hech undan zerikib qoldim, to'yib qoldim, bezorim chiqdi, yaxshi ko'rmay qoldim yoki xohlamay qoldim degan narsa yo'q. Xotinlarga qarasangiz ham yashayveradi shunaqa hayotga rozi bo'lib. Lekin nimaga men bunaqangi bir islomiy hayotda, islomiy oilalarda, ayniqsa hijratdagi oilalarda, talib ilmlar ichida, muhojirlar ichida mana shu narsa ko'p. Ya'ni uylanadi, 1 yildan keyin boshqasi uylanadi, bunisi ajrashaman deydi, bunisi borib ket deydi. Nimaga mana shu narsa ko'p desangiz? Chunki hijratdagi hayotda o'tgan darslarda ham aytdik, birinchidan shayton fitnasi kuchliroq. Chunki insonni o'sha mushriklikdan keyingi shayton eng katta fitna qiladigan narsa oilani buzishga fitna qilish. Ikkinchidan, hijratdagi hayotda odamlarda o'ziga beklik bor. Ya'ni mana bu yerda qavm qarindoshlik nima deydi, el yurt nima deydi degan narsa yo'q. Ana shuning uchun oson bo'lib qolgan odamlarga bu. O'zimizdagi hayotda esa odamlar mana shunaqa mahalla-ko'y nima deydi deb nima bo'lsa ham yashayveradi. Keyin hijratdagi hayotda bekorchilik bor. Ko'pincha bizdagi odamlarning hayotiga qarasangiz, ertalabdan kechgacha ishlaydi, erkak odam ham, ayol ham ertalabdan kechgacha hovli supurgan, uy tozalagan, o'qigan, o'sha bilan ovora bo'lib, mashg'ul bo'lib, mana bunaqa narsalar, urush, janjal, er-xotinlar fitnalari, bu narsalarga ko'pincha himmati ham, g'ami ham qolmaydi. Hatto to'shak masalalarida ham. Erkak ham kuni bo'yi charchab keladi, xotin ham kuni bo'yi charchab keladi, uyda yotadi. Bir haftada bir zo'rg'a to'shagi bo'ladi. Bo'lmaydi o'sha ham ba'zan 1 oyda bir bo'ladi kerak bo'lsa. Lekin bu yoqdagi bekorchalarni qarasangiz, kambag'allar mana tashqarida o'tirib olib, qilar ishi yo'q. Faqat mana shuda keyin 1-3 kun bo'lmay qolsa janjalni ko'ring er-xotin o'rtasida. Ana shundan keyin oilalar buzilib ketaveradi. Ayniqsa uylansa bitta erkak. Endi bu erkak robot degani emas-ku. Bo'ldi, tinimsiz unga kelaversa xohlaveradigan. Ba'zan charchagandan, ba'zan o'zini tashvishidan xohishi bo'lmay qoladi. Endi janjalni ko'ring, ajrashaman, ana uylanib olib, bunday qilding. Hamma yoqqa gap-so'z qilgan. Shu bekorchilikdan shunaqa narsalar chiqadi. Aytmoqchimanki, erkak odam xohlamasa, bu uni xohishi qo'lidagi narsa emas. Ayolga ixtiyorini beradi, ayol o'zi o'ylab ish qilish kerak endi. Alloh shuning uchun Qur'onda aytgan: "Va in imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw iradan fala junaha alayhima an yusliha bainahuma sulha. Was-sulhu khayr wa qudiyatil anfusush shuh." Agar bir ayol eridan mana shunaqangi
eri undan o'zini tortayotganini, yuz o'girayotganini ko'rsa degan. Qo'rqsa shu narsadan. U er xotinga gunoh yo'q, o'rtalarida sulh qilsalar. Sulh qilish yaxshidir degan Alloh. Nafslarga qizg'anchiqlik berilgan degan. Ya'ni hamma meniki bo'lsa deydi. Lekin bunday bo'lsa hech qachon oila yurmaydi, oila buzilib ketadi. Faqat men deb tursa emas. Kelishish kerak nimagadir, kelishish yaxshi. Sen ham odamsan, senga ham ko'z tikib turgan nechtasi bor, ajrashib ketaver demagan Alloh. Hozir ayollar shunaqa deydi, o'zicha, ha menga ham ko'z tikib turgan bor. Bir oy, 2 oy aytdim-ku. Ko'zi qonga to'lib o'sha ham sen bilan yashaydi, to'g'ri? Keyin ko'rasan. Keyin yana bir narsaga e'tibor bering. Mana shu qissada. Oysha onamiz aytibdilar, Sa'd ibn Uboda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam qaysi ayollarnikida bo'lsa-da, o'sha ayollarnikiga ovqat jo'natardi bir tovoqda, deyaptilar. O'sha bilan to'y bo'ldi. Agar hozir shunaqa narsa bo'lsa-mi, munofiq va munofiqalarda chakaga o'chmay ketadi-da. Ya'ni bu endi nima? O'zi birov bergan sadaqa bilan yashab yurgan odam. U sadaqa bilan yashab xotin ko'paytirishga barobarmi? Uyolmaydimi? Ana shunaqangi ta'na ma'lumotlar og'zidan ko'pirib ketaveradi. Biz aytamiz, erkakdami, ayoldami rashk bo'lsa, rashk hammada ham bor. Mayli. Lekin rashk Alloh yaxshi ko'rgani bor shuni deyildi. Alloh yomon ko'rgani bor deyildi. Shu Alloh yomon ko'rgan rashklardan biri ko'p xotinlikka erini qizg'anaman deb birovlarda erini ham qizg'anib ketaverish va keyin mana shunaqangi g'iybat, fitna, fasod tarqatish. Bir erkak uylansa, kambag'al bir erkak. Bu o'zini eri ham uylanib qo'yishdan yuragi yorilib ketadi-da, keyin ana shu xotinlarda fitnalarni ko'rasiz. Bu o'zi nima ish qiladi? Hech ish qilmaydi. Tolbilimga qayerdan pul kelyapti? Kimlarning puliga uylanib yuribdi bu? Xotin ko'paytirib yotibdi degan g'iybat, fitna, fasodlar. Sen javob berasanmi shuni? Yegan puli, ichgan puliga yo'q, bo'ldi, o'zingni bil. Va bu narsa aybmikan? U inson chiqib odamlardan pul so'ramagan bo'lsa aytaylik masalan. Menga pul beringlar degan yo'q. Menga pul beringlar, men xotin ko'paytiray degan yo'q masalan. Odamlar o'zi berdi. Aybmikan? Odamlar o'zi berayotgan bo'lsa bir odam xotin olishi, kerak bo'lsa to'y qilish o'shanga. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga o'zi beryapti, Rasululloh hech kimdan narsa so'ramaganlar. Uylarida 3 oylab qozon qaynamagan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni. Bittasini iplab olsin-da degan gap bor hozirgi zamonda. Bu ham shu moda gaplardan, trenddagi. U iplab olsin degan gapda bir chek-chegarasi bormi? Bu odam zoti qornining tuproqdan boshqa narsa to'ydirmaydi. Bu sen nazingdagi iplab olishga qaralinsa hech qachon uylanilmasligi kerak. U to'ymaydi hech qachon. Xotin zoti ham, erkak zoti ham, odam zoti to'ymaydi. Iplab olsin. Qanaqa bo'ladi iplab olish? Aytchi uni ta'rifini. Ha, mana uy sotib olib berish, bitta mashina olib berish. Qayerda bor ekan bunaqa shartlar? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam 3 oylab uylarda qozon qaynamagan xotin olib o'rganlar.